Bismillah deb shunaqa go'zallikga kirib kelishinglar qanday bo'ladi. Orzularingiz amalga oshadigan kun bugun. Sizga hozir Huvaydodan elitni qurilgan bitta zo'r hovlini obzorini qilib beraman. Ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Tor suvga tushgan ushbu go'zalligimizni qaranglar. Patkulch hali hech kim yashamagan. Kiraverishga darvozaxonaga bemalol ikkita mashina sig'ar ekan va yonida darvozaxonamiz yoniga letniy kuxnya qilib qo'yishdi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Hovlini qarang, ikki yog'iga zilonli zona qilib qo'yishdi. Kiraverish qarang, juda ham chiroyli. Bu yerda eng yoqqani menga 7 ta xona bo'ldi. Hamma ko'p xona qilmayapti deganlar uchun ajoyib taklif. Kiraverish qarang, chiroyliligini, stroyniy mebellar qilib qo'yishgan, juda ham chiroyli, hol kattagina. Hamma ishlari to'liq bitkazib berilar ekan. Hozir bitta-bitta kirib ko'p chiqamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda ayollarimiz sevimli xonasi, oshxona qarang, juda ham chiroyli va did bilan remont qilingani ko'rinib turibdi. Oynalari panoramli qilingan, juda ham chiroyli, hovli ko'rinib turibdi. Radiatorga necha alohida yozib qo'yasizlar bunga. Zalni hol qilib, chiroyli qilib, katta qilib ajratib qo'yishibdi. Ko'rib baho berasizlar. Ko'p mehmon kutadigan bo'lsangiz, buni ikkinchi zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz kattagina radiatorskiy spalni qilsangiz ham bo'ladi. Radiatorskiy spalni qarang, nima bo'lyapti? Juda ham chiroyli ishlov berishdi, dizayniga 5 baho. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzal vanna ekan, qaranglar, ko'pchilik dushovoy qiladi, bular vanna qilishdi. Ikkinchi qavatga zinadan chiqishimiz bilan chap qo'limizda balkonimizga ko'zimiz tushadi. Balkonni qaranglar. Hovlimizni tepadan ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Detskiy xonamizni ko'ryapsizlar. Hamma narsa qoldirilgan, konditsionerlar qo'yib berilsa kerak. Radiatorskiy spalniga kirganda joydan juda ham zo'r foydalanishdi. Ko'ringlar, mana juda ham chiroyli uyutni qilib qo'yishdi va stroyniy mebel tayyor. Garderobi o'zi bilan zo'r-a. Fikringlarni yozib qo'yinglar, shuni to'g'ri qilishganmi va o'zini dushovoy sanuzli bilan. Ikkita radiatorskiy qilishdi bu yerda. Spalnisini hozir ikkinchisini ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, hammasi tayyor holatda, juda ham chiroyli. O'zini bu yerda ham garderobnisi. Shu fikrga qo'shilasizlarmi? Podoliga bu yoqda холодный комнатni katemni qilishibdi, bu yerda bo'lsa jiloy qilib qo'yishibdi. Juda ham zo'r. Huvaydo Bo'ston mahallasida joylashgan 4 ta xonadan iborat ushbu chiroyli hovlimizning narxi 410 ming dollar kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.